propanda mana shu holatda foydalansangiz qancha foydali bo'ladi. Bu lifehackimiz Damas'da yuradigan akalar uchun. Assalomu alaykum. Damas akalar, yaxshimisizlar? Xo'sh, akalar qaranglar. Sizga bir ikkita klientlarimizdan Instagramdan bir savol bo'lgan ekan. Karburetorda teshmasdan qo'ysa bo'ladimi? Propanda karburetor teshib qo'ysa yaxshi yuradi deb aytishgan edi. Dutka bilan yaxshi yurmaydi. To'g'ri. Karburetor teshib qo'ygan yaxshi, lekin bir xil akalarimiz so'rayapti. Damas'ni karburetor teshmasdan dutka bilan qo'yishga yaxshiroq iloji bormi deganlarga, buni iloji bor. Mana bu dutka. Damas dutkasi bu. Biz buni karburetorda teshmasdan karburetorning ichida mana bunaqa gazolitr bo'ladi. Mana bunaqa narsasi bo'ladi ichida. Ko'rishingiz mumkin. Buni ichini to'liq tayyorlasangiz, galobka bilan ursangiz bu tushadi pastga. Qo'yilish jarayoni. Qo'yilish jarayonini ko'rsatadigan bo'lsak, mana turishi mana bunday bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ichida dutkasi yo'q. Turishi ana shunday bo'ladi. Benzinda ham, gazda ham aytgan rasxodlaringiz, yurishi, tortishi, rasxodi hamma narsasi zo'r bo'ladi. Ichi bo'lmish. Faqat korpus qoladi. Ana shu holatda qo'yadigan bo'lsangiz, rasxodi ham yaxshi bo'ladi, tortishi ham yaxshi bo'ladi.